Meta kompaniyasi o'z Meta universitetlarini yopmoqda. Odamlarning ahmoq investorlardan pul ishlab chiqarish loyihasi o'z ishini tugatdi. Zukerbergning Meta olamlarining asosiy maqsadi investorlarni jalb qilish va ommani xursand qilishdir. Ahmoqlar pulni arzon o'yinchoqlar to'pligiga o'xshaydigan soxta mahsulotga sarmoya kiritishga yugurishdi. Zukerberg investorlarni uning virtual olamlarida ko'plab foydalanuvchilar haqiqatdan ham yashaydi va ishlaydi deb ishontirgan. Jiddiy niyatlarni isbotlash uchun u butun dunyoga tanilgan Facebook nomini Meta so'ziga o'zgartirdi. Katta kompaniyalarning moliyaviy foydasi ularning haqiqatdan nima qilayotganidan emas, balki qancha yangi kredit jalb qilishi va qanchalik aksiyalar chiqarishdan bog'liq. Zukerberg katta loyiha ustida ishlamoqda, internetda inqilob tonishini aytmoqda. Qiziq, boshlanishda sarmoya kiritish ma'noli. Odamlar tez orada virtual olamga ko'chib o'tadi degan qichqiriqlar ostida ochko'z ahmoqlarga bo'shliqni yuqori narxlarda sotishdi. Loyihalar o'z ishini bajardi, yopish mumkin.